Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kuni kecha kun o'zga intervyu berib, Marat Xayrullayevich bizni pullarimizni qaytarib bermayapti, yo bo'lmasam uyimizni bitkazib bermayapti degan insonlarni intervyusi qilgandi. Hozir bu insonlar Marat Xayrullayevich bilan uchrashib, u bilan kulib gaplashmoqda. Hozir biz mana shu videolarni batafsil ko'rib tanishib chiqamiz. Kuningizga ham rahmat shu masalani olib chiqqani uchun. Qanaqasiga mendan 35 million pul olib qolishi mumkin? Bitta uyi bo'lsa-ki, ishonsa odam. Ichida qaytarib berish kerak edi, lekin mana 4 oy bo'ldi, hali 1 so'm ham olganim yo'q. 10%dan 120 million olib qolamiz deyishadi. Pulimni qaytarib bersa bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi pulim shular. Kuningizda lekin tutilmasdan gapirasiz. So'nggi vaqtlarda o'zi shunday bo'lib ketdi-da, Maratjon. Shunaqa. Internetda faqat uni yomonlab, buni yomonlab. Ko'pchilik o'ylayaptiki, bu kompaniya faqat mijozlar bilan kurashib, urushib, xuddi kimdir kelsa, o'shaning uchun ham Mirzaboy akam kelmadi menim. Chunki hozir borsam, yo militsiya chaqiradi, yo men bilan urushib qoladi, bu mayliga telefonda keling, ishingizni hal qiling. Endi ko'pchilik mana bu o'sha shartnomani bekor qilgan odamlar yoki o'sha qanaqadir bizlar bilan kelishmovchilikka borib qolgan odamlar shuning uchun ham balkim kelmayapti-da, Instagramda yozyapti, masalanda. Oxirgi paytlarda o'sha mediada shunaqa bir ko'rinish bo'lib qoldi. Xuddiki bizlar mijozlar bilan urushgan. O'zimizlar ham ahmoqmiz. Prямо siz bilan to'g'ri kelib gaplashishga yarashganda. Yaxshilikka, mana shu narsa bo'lish kerak ekan. Biz ham o'zimiz tomonidan xodimlarga e'tiborsizlik qilgan, vaqtida mijozlarni eshitmagan. Endi boya kim aybdor, kim aybsiz degan narsani yig'ishtiramiz. Lekin o'zi bitta yomon narsa bo'lib qoldiki, hammaning ko'zida xuddi biz hamma mijozlarni jarimaga tortgan bo'lib qoldik-da. Ana mediada ham noto'g'ri ketdi. Xudo xohlasa mana Menga o'sha ketgan xodimingiz noto'g'ri ma'lumot bergan, mendan ham noto'g'ri jarima ushlab qolib. Stroysaga turmasa borib. Yo'q, ushlab ketdi, o'sha xodimingiz menga noto'g'ri ma'lumot berganda, masalan, meni ham jarima qilib, boshqa qilib, men ham shunaqa tushunganman deb. Shunaqa bo'lgan. Kecha ham yuristimizni shu masalada ozgina urishdik. Sababi haqiqatan ham men o'zimning oldida ham ozgina noto'g'ri ma'lumot muomala qilganligi uchun keyin tushundim. Haqiqatan men bo'lmaganman, sizlar kelganinglarda ishinglar bitmagan, qanaqadir sizlar bilan agressiv yoki qanaqadir sizlar ham himoyada bo'lgansizlar, bular ham himoyada bo'lganda o'rtada anaqa bo'lmagan. Endi bitta narsada nasiba. Masalan, sizlar ham o'zingizlarni qanaqadir sababli yoki sababsiz kimdir shartnomani bekor qildi. Bizlar lekin bab qurilishda davom etamiz. Lekin Abdushiy boyaga aytgan gapim Malik opa sizga ham, Mardon aka sizga ham hammaga Xudo xohlasa sizlar uchun 10 ta 20 ta uyda alohida olib qo'yamiz. Bitadi. Xudo xohlasa 26 ni bahorda bitgan paytida men va'da beraman shu videoda eng zo'r imkoniyatda siz bilan men o'chakishdim. Siz aytsizda uyolmayman dedingiz-ku, o'shancha aytyapman. Uyda bitqizaman, ochilish marosimiga kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Kadastrlari chiqqan paytida siz ataydan sizga aytyapman, o'sha narsani ko'rib men va'damni bajarganimdan kelasizda. Men sizga eng super usloviya qilib beraman, uy olasiz. Kelishdingmi? Bo'ldi. O'sha olasizmi? Erkakcha. Aytadigan narxlarda Sizga bermayman. Siz boshqa joyga berasiz. Yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, yana bitta narsaki, ko'pchilik bizda haqiqatan moliyaviy pul yetishmovchiligi uchun qarzdorlik yuzasidan bekor qilgan. Shuning uchun men ularni ham ayblamoqchi emasman, lekin bitta narsani iltimos qilardimki, agar haqiqatan ham moliyaviy qiynalganligingiz uchun shartnomalarni bekor qilgan bo'lsangiz, men va'da beraman, muddatlarini cho'zib, qarzdorliklardan voz kechib, men hal qilib beraman. Birma-bir ko'rishib hal qilib. Lekin men hech qachon yolg'on gapirmaganman. Efirlarda ham, ko'rishganda ham aytganman. Agarda haqiqatan kimdir lokatsiyani, masalan o'sha ko'p muammo Sergeli bilan bog'liq, Sergeli mahallasi bo'lganligi uchun biz Sergeli City degan nom qo'yganmiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi bu Sergelidan emas-ku. Sergelidan 15 kilometr, Sergeli mahallasida ko'pchilik haqiqatan bormasdan olib, lokatsiya noto'g'ri tushuntirilganligi uchun bekor qilgan bo'lsangiz yoki norozi bo'lsangiz, mana shahar hududida metroning oldida bizda loyihalar ko'p. Insof bilan o'rtirib kelishgan holda loyihangizni ko'chirib bo'lsa ham qilib beraman. Xohlar yoki kimnidir xayolida men masalan vaqtida qurib, endi meni fikrim bo'yicha men grafik bilan ketyapman, lekin uni xayolida menimcha bu cho'zadi yoki har xil mana bu holatlarni mediadagi xabarlardan kelgan ishonchsizlik bo'lsa, mayli keling. Masalan, 3 oy yoki 2 oy shartnomangizni muzlatamiz. Men o'zimga ishonaman, 3 oyda qanaqa rezultat ko'rsataman. 3 oydan keyin ko'zingiz bilan ko'rasiz, men va'da qilgan va'damni bajargan bo'lsam, to'laysiz. Lekin asossiz izoh yozib yoki boshqa joyda
qanaqadir bir-birimizni yomon ko'rib yurmaylik demoqchiman. Iltimos qilaman sizlardan ham, agar sizlarda kimdadir kontakt bo'lsa, men o'zim ham murojaat qildim. Bularga rahmat birinchi o'rinda, chunki bu insonlar o'sha Kun.uz agentligiga murojaat qilmaganda bizda mana shu muammolar borligini biz rahbarlar balki bilmasdik. Bilgan edik, lekin masshtab bu darajada, ya'ni muammo nimada desa, muammo pulda ham emas, yo qurilishda ham emas. Muammo mijozlar bilan bizning o'rtamizdagi noto'g'ri bo'lib qolgan muloqotda bo'lganligi uchun ham shu sabab bo'ldi. Biz bildik, mana sizlar bilan do'stlashdik, gaplashdik, bir-birimizga va'da berdik va qolganlarga ham va'da beramiz. Kimdadir muammo bo'lsa hal qilib beramiz va bular bilan mana kelishuv qilganmiz. Xudo xohlasa grafiklar qilib berdik. O'sha kimgadir o'zi chiqib bo'lgan, kimgadir bir qismi chiqdi. Bu umumiy hisobda 4 haftadan oshmaydi deb kelishib oldik, lekin men va'da beryapman, xudo xohlasa 2 haftaga qolmaydi. Hamma pullarni tushirib beramiz. Rahmat sizlarga birinchi o'rinda tushunganinglar uchun. Kun.uzga ham rahmat shu masalani olib chiqqani uchun. O'zlariga kelib uchrashdik. Men Umar Aliyevaman. Shu noto'g'ri xodim menga noto'g'ri yondoshib, mendan noto'g'ri foiz olib qo'ygandi. Chunki men pastdan o'shani hal qilib ketganman. Mana o'zlari bilan uchrashdik, hammasi hal bo'ldi. Haqiqatan hech qanaqa foiz olib qolinmas ekan. Unda xolisi mana keyingi haftayoq уже pulimiz beriladi. Sizniki bir qismi. Da, bir qismi. Основnoyni olib bo'lganman o'zi 131 million, 35 million ozgina qolgan, u ham keyingi hafta tushadi. Bizniki ham 245 million so'm to'laganman. O'shandan endi 30 millioni tushdi. Endi grafik asosida mana shu oy ichida olamiz, xudo xolasa. Menga ham 210 million edi. 20 million tushdi. Xudo xolasa erta indin yana tushadi. Va'da berdi, xudo xolasa tushib, hammasi yaxshi, hech qanday bir-birimizdan xafagarchilik yo bir nima yo'q. Ozroq tushunmovchilik bo'ldi. To'g'ri kelib Marat Xayrulloyev bilan gaplashdik. Mana hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi, zo'r. O'zlari bilan uchrashib, hammasini hal qilish kerak ekan. Birinchi ochibdi. Ko'chada har xil gaplar Mana hozir Maratjon bilan gaplashdik, kelishib oldik. Hozir 30 million tashab berishdi. Mana bir kunning o'zida qolganini xudo xolasa 4 hafta 28 kunning ichida qolgan summani tashab berishga va'da berdilar. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Ishlariga omad. Rahmat. Ishlaringizga omad. Hammasi. Sog' bo'ling. Rahmat. Kun.uzda lekin tutilmasdan gapirasiz. Ba'zi Shahzodani gapirdingiz-ku siz. Shahzoda ham xursand bo'lib ko'rgan videoni. Ishlasa bejizga emas ekan. Bugungi kungacha Kun.uz axborot agentligi men uchun eng ishonchli va eng xolis platforma edi. Nima deb o'ylaysizlar? Kun.uzning ayrim jurnalistlari kompaniya mashhurligidan foydalanib, tuhmatli sarlavhalar bilan noxolis, oxirigacha o'rganilmagan video materiallarni joylab, tadbirkorga bosim o'tkazayotganligidan tahririyatning rahbarlari xabardormikan? Ushbu agentlikning Dilshoda ismli jurnalist, agarda ularni jurnalist deb atash to'g'ri bo'lsa, materiallar bilan to'liq tanishmasdan turib, men tomonimdan berilgan intervyuni o'zi xohlaganidek montaj qilib va vaziyatga xolislik bilan yondoshmasdan ish olib bordi. 5-6 kishining fikri 5000 dan ortiq mamnun mijozlari mavjud bo'lgan kompaniyaning real holatini anglatmaydi azizlar. Bundan tashqari videoda gapirayotgan 3 kishi bilan bizda hech qanaqangi muammolar yuzaga kelmagan va hattoki shartnomalar ham shu bugungi kunga qadar bekor bo'lmagan. Videodagi murojaat ochiqdan ochiq tuhmat ko'rinishida bo'lgan. Biz tomonimizdan agentlik bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda barcha kerakli hujjatlar va holat bo'yicha to'liq ma'lumotlar taqdim qilingan. O'sha 12 kishi shartnomalarni nima sababdan bekor qilganligini ham biz tushuntirib o'tganmiz. Ya'ni ushbu 12 kishi shartnomalarni aynan pul mablag'larini kompaniya oldidagi to'lovlarini vaqtida bajara olmaganliklari uchun shartnomalar bekor qilingan. O'sha 12 ta murojaatchiga nisbatan shartnoma shartlariga binoan jarimalar qo'llanilgan. Buning sababi esa aynan ushbu 12 ta murojaatchining uylari hozirgi paytda qurib bitkazilganligi uchun va kompaniya oldida ularning qarzdorligi juda ko'p miqdorda ekanligi uchun va hozirgi paytda kelishuvlar ikkinchi, ya'ni mijoz tarafidan bajarilmaganligi uchungina bekor qilingan va jarimalar qo'llanilgan. Bunga qaramasdan ushbu murojaatchilar bilan men o'zim shaxsan ko'rishganman va hech qanaqangi jarimalar qo'llamaslik
iltimosnomasini qabul qilib, uni qanoatlantirgan holda mijozlarimizga jarimalar qo'llanilmagan va hozirgi paytda ushbu mijozlarimiz bilan bizda kelishuv dalolatnomasi mavjud va har o'sha 12 ta inson pul mablag'larini qay tartibda olishligi yuzasidan har bir mijoz bilan ma'lum grafik asosida pul qaytib berish tartibini biz kelishib olganmiz. Ya'ni 1 va 1,5 oy mobaynida ushbu insonlar pullarini qaytib olishligi haqida bizda kelishuvlar mavjud. Agentlikka biz va murojaatchilar tomonidan ushbu dalolatnoma va kelishuvlar haqida aytganmiz. Ya'ni ikkala taraf bir-birini tushunganligini va muammo yechimini topganligi haqida biz xabar berganmiz va bunga qaramasdan agentlik kompaniya tomonidan vaziyatga yechim berilganligiga qaramasdan murojaatchilar va biz tomonimizdan ko'p marotabalik iltimosnomalarimizga qaramasdan eski video materialni tahririyat tuhmatli sarlavha ko'rinishida joyladi. Ushbu video materialni ko'pchilik oxirigacha ko'rmasdan xulosa qilishyapti. Aslida ushbu video material oxirida men o'z munosabatimni bildirganman. Ushbu video materialda insonni o'ziga jalb qiluvchi tarafi shundan iboratki, bu aynan tahririyatning kompaniyaga nisbatan yomon munosabati. Ya'ni sarlavha va video izohi. Aynan sarlavha va video izohlarida to'g'ridan to'g'ri kompaniyaga nisbatan tuhmatlar yozilgan. Aynan bizning insonlar video materiallarni oxirigacha ko'rmasdan turib xulosaga kelishlarini bilgan tahririyat aynan mening munosabatimni video oxirida joylagan va ushbu jurnalist o'zining shaxsiy fikrlarini videoga izoh sifatida va sarlavha sifatida yozib, demak mijozlar nafratini uyg'otmoqchi bo'lgan. Yana bir e'tiborli tarafi shundan iboratki, ushbu 12 ta murojaatchi uzoq vaqtlardan beri to'g'ridan to'g'ri kompaniya bilan ziddiyatlari bo'lgan norozi mijozlar ekanligini biz ularga aytganmiz, isbot dalillarini ham ko'rsatganmiz. Ya'ni ushbu 12 ta mijozlarning aksariyat qismi bilan bizda oldindan konflikt bo'lgan, ziddiyatlar bo'lgan. Chunki ularning aksariyat qismi kompaniya oldida talablari haqsiz ravishda qo'yilgan va doimiy ravishda bosim va shantajlar qilib kelingan. 5000 ta mijozi bo'lgan kompaniya rahbari sifatida shuni ayta olamanki, 5000 ta insonni baravariga rozi qilishning imkoniyati deyarli yo'q. Aynan bizdan asossiz norozi bo'lgan 5-6 kishini ommaga olib chiqib, ularning norozi kayfiyatini xuddiki 5000 ta insonning fikri sifatida ommaga taqdim qilish hozirgi kundagi eng birinchi raqamli SMI deb hisoblangan Kun.uz uchun neprofessional ish deb hisoblayman. Yoki Kun.uz tahririyatiga hozirgi kunda O'zbekistonda yagona bo'lgan oddiy xalq uchun arzon va sifatli uylarni qurib kelayotgan kompaniyaning obro'sizlanishi, uni ishchanlik qobiliyati tushishi shunchalar qiziqmi? Agarda siz boshqa bir o'zini hurmat qilgan ish materiallarini oxirigacha o'rganadigan, ikkala tarafni ham eshitib, xulosasini xolisona ommaga vijdonan taqdim qila oladigan jurnalistni tanisangiz, albatta ushbu jurnalist haqida menga xabar bering. Ushbu jurnalistni biz ishxonamizga taklif qilamiz va barcha materiallar va barcha holatlar bo'yicha ochiq-oydin gaplashib, matbuot anjumanini tashkil qilamiz va o'shanda kim haq va kim nohaq ekanligini hamma bilib oladi. Nega uylar bitmayapti degan savollarga javob. Meni ortimda turgan ushbu binolar montaj yoki sun'iy intellekt mahsuli emas. Buni Imorat kompaniyasi qurmoqda. Qurilish ishlari 2024-yil sentyabrda boshlangan. Mana hozir biz B bloki yonida turibmiz. B bloki to'kinli etajlari tugadi. Apalovkalar yechib mana birinchi etajga o'tildi. Endigina 1 yil bo'ldi. Barcha ishlar reja asosida ketmoqda. Xudo xolasa 2026-yil bahorida loyihani topshirish rejalashtirilgan. Imorat kompaniyasi hech bir loyihasida muddatni buzib mijozlarni norozi qilmagan. Aksincha, sifatli va muddatidan oldin topshirish uchun tunu kun mehnat qilmoqda.
Kompaniya minglab insonlarni ish bilan ta'minlab, yirik soliqlarni to'lab, oddiy xalq uchun ajoyib imkoniyatlarni yaratib, ishga vijdonan yondashayotgan bir paytda ayrim o'z ishiga vijdonan yondashmaydigan jurnalistlar tomonidan bir yoqlama hukm chiqarilishi va kompaniya nomini bulg'ashga urinish, kompaniyadan nohaq norozi bo'layotgan mijozlar bilan til biriktirib, kompaniyaga bosim o'tkazishi achinarli holatdir. Shartnomasini ma'lum sabablarga ko'ra bekor qilgan ayrim odamlarning fikrini eshitib, kompaniya haqida xulosa chiqarish bu to'g'ri emas. Imoratdan rozi bo'lganlar yuzlab, balki minglab topiladi. Men hozir bu yerga kelib o'zimni juda ham baxtiyor his qilyapman. Aeroport yoniga tushyapti. Xursand bo'ldik, nimagaki ular uzoqqa yaqin bo'lyapti. Niyat qilyapmiz, ikkita singlim ham shu yerdan olmoqchi. Avvalambor hammanglarning tan joyingizda sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh kuch-quvvat bersin. Hamisha qo'llab-quvvatlasin. Bizga duodan. Shartnoma shartlari qonun asosida ikki tomon uchun ham majburiyat va jarima holatlari bilan belgilangan. Agar qurilish kechiksa, quruvchi jarima to'laydi. Agar xaridor to'lovdan butunlay bosh tortsa, xaridor jarima to'laydi. Shunga qaramay imorat faqatgina 2-3 kishiligina jarimaga tortgan. Unda ham juda ham jiddiy sababga ko'ra. Solishtirib ko'ring. Uyni bank orqali olganingizda to'lov uchun kechikkan har kun, har soatingiz uchun katta penya to'lar edingiz. Jarima 10% emas, balki uyingizni mutlaq musodara qilinishi ham mumkin. Imorat esa mijozlarga penyalarsiz 100 oygacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyatini bergan. 10% lik jarima esa faqat uyni sababsiz to'liq rad etgan holatdagina qo'llaniladi. Va bu amalda juda kam 0.01% odamlargagina qo'llanilishi mumkin. Kun.uz saytiga ham alohida tashakkur. Xalqimizni, jamiyatimizni, millatdoshlarimizni muammolarini ko'tarib, mana shu muammolarga o'zini yechimini beryapti va undan tashqari mana do'stlarimiz ham ba'zi bir yolg'onlarni qo'shib, ba'zi bir noo'rin gaplarni ham gapirib qo'yganliklari uchun uzr ham so'rashyapti. Shuning uchun bir gapni gapirishdan oldin uni yaxshilab o'ylab, mulohaza qilib, tagiga yetib, keyin mana shu muammolarni gapirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.